Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Shahar hududida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyat va yong'inlar bilan bog'liq ko'ngilsiz holatlarni oldini olish hamda kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida Zarafshon shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi ogohlantiradi. Shahar hududida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyat va yong'inlarni oldini olish maqsadida muntazam ravishda tegishli soha vakillari jalb qilgan holda profilaktik tadbirlar olib borishiga qaramasdan yong'inlar bilan bog'liq holatlar yuz bermoqda. Ma'lumki, kuz-qish mavsumida aholining isitish qurilmalariga bo'lgan ehtiyojini oshishini inobatga olib, siz aziz fuqarolardan isitish qurilmalaridan foydalanganda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilishingizni hamda ularni nazoratsiz qoldirmasligingizni, nostandart isitish pech va qurilmalardan foydalanmasligingizni so'raymiz. Kuz-qish mavsumida favqulodda vaziyat va yong'inlar bilan bog'liq holatlarni ortib borishini inobatga olib, bunday noxush holatlarni oldini olish hamda fuqarolar hayoti va mol-mulkini yong'inlardan saqlash maqsadida joriy yilning 1-dekabridan 31-dekabr kuniga qadar respublika hududida yong'in xavfsizligi oyligi o'tkaziladi. Siz aziz fuqarolardan o'zingiz va o'zgalar hayoti, mol-mulkini yong'in, is gazdan zaharlanish, havo gaz aralashmasining chaqnashi va boshqa noxush holatlardan saqlash maqsadida yong'in xavfsizligi oyligiga faol ishtirok etishingizni hamda yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilishingizni so'raymiz. Gaz va elektr jihozlaridan foydalanganda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qiling. Ish va uyda ketish oldidan elektr qurilmalarini elektr manbayidan uzing va gaz qurilmasini o'chiring. Nosoz va nostandart isitish moslamalari va elektr gaz qurilmalaridan foydalanmang. Xonada isitish maqsadida gazni yoqib qoldirmang. Bolalarni nazoratsiz qoldirmang. Belgilanmagan joyda ochiq olovdan foydalanmang. Propan gaz ballonlarini yashash xonadoningizga kiritmang va ularni issiqlik ta'siridan saqlang. Gaz sizib chiqishi holati yoki nosozliklar aniqlanganda 104 qisqa raqamiga murojaat qiling. Bir elektr rozetkasiga 2 va undan ortiq elektr qurilmalarini ulamang. Isitish pechi, tutun kanallari, ya'ni mo'rilar tik holatda o'rnatilishi hamda atrofda yonuvchi mahsulotlar bo'lmasligini ta'minlang. Isitish pechi, tutun kanallarini mutaxassislar yordamida ko'rikdan o'tkazing. Isitish moslamalarini nazoratsiz qoldirmang va ularni vaqti bilan dam bering. Is gazi rangsiz, hidsiz va ta'msiz gaz bo'lib, zaharli gazlar tarkibiga kiradi. Tabiiy gaz yoki boshqa muqobil yoqilg'i turlar, ko'mir, yog'och va boshqalar to'liq yonmasligi natijasiga yuzaga keladi. So'nggi vaqtlarda yirik savdo obyektlar va bozorlarda yong'inlar soni ortib borayotganligini inobatga olib, barcha elektr qurilmalarini nazorat ostida foydalanishni hamda ish vaqti tugagach elektr qurilmalarini elektr manbayidan uzib ketishingizni so'raymiz. Yuqorida keltirib o'tilgan yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilmasangiz, is gazdan zaharlanish, havo gaz aralashmasining chaqnashi va portlash bilan bog'liq ko'ngilsiz holatlar yuz berishi mumkin. Aziz fuqarolar, yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qiling va ogoh bo'ling. O'zingiz va o'zgalar hayoti, mol-mulkini xavf ostida qoldirmang. Hurmat bilan, Zarafshon shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi.